الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغرسة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر بن الصديق المجاب في المسجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الإمام أعدادهم أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشعر والاحتساب وعلى الإمام أحلامهم أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة وعلى الإمام الهمام أجدارهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي الوفي أسد إليه الملك الوهاب وعلى الإمامين الهمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu ta'ala aytadi: "Ya iymon keltirgan bandalar dey, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqamiz dey. Ular ko'rmagas, ular ko'ramiz faqat Alloh taolaga bo'ysungan qalindagina namoz o'qib ham murosat qilib qalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba." يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhammed Peygamber sallallahu bir hadisinde ayta: "Aksiru min zikri hadimil lezzati." Indi lezzetlerini kesişini yaşarak ve o turunda uylağız deydi. Ana sıra nesasin o lezzetlerini kesişi o ölüm deyip aytdı Muhammed Peygamber sallallahu. Ne için şu hadiste Muhammed Peygamber sallallahu kübürek ölüm turunda uylarga koşa? Çünkü o uyatak şını. Çünkü uyatak şını şu dünyanın indi isiriklikten. İşinden de dünyanın özünün lezzeti var, dünyanın özünün isirikligi var. İkisi şu dünyaya şumıp Allah'ını unuta, ölümünü unuta. No, ölüm feriştesi o sırap durmayı, senin ölesin kilem yok mu deyip, o vaxtında kile de alıp gite canını anda uğrasın bula. Allah subhanahu ta'ala diye, kullu nefsini zâikatul maut, her bir can iyesi diye, ölüm aşısın tuta yaşak diye, ayetteki Ali-İmran suresi 185. ayet. Şöyle bir ayetteki Allah Teala diye, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Allah Teala ayta eğer de diye can gargara hatlı gitse diye yani tomaka hatlı gitse. Muhammed Peygamber sallallahu hadisindekiyle ölüm ferişte insangısıkiyle birinci kişi feriştelerini göre başlıyor. Allah Teala feriştelerini jibereyse icmaktan ise tamlıktan indi. Birinci şu feriştelerini göre. İnsanlısı ölüm feriştesinin kile de onun canı Allah. Allah Teala ayta sizin canınız gargara hatlı gitse diye tomaka hatlı. Yani ölüm ferişte canı Allah yani oyaktan alıp tomaktan çıkıp gider. Allah Teala ayta şu vakitte siz ve entum hine idin tandurun şu şeye qarab turasız diye. Yani ölüm tuşaganda yotgan kişi yotıp tura biz onu göremiz. Allah Teala ayta qarab turasız deydi. وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Ama biz sizge qaraganda deydi, ona yakınıraq deydi. İmanda tefsir galimler aytar, biz degende indi Allah Teala da özü yakın, hem ferişteler de onun yanında yakın. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرُ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer bizim huzurumuzda hüküm itilmey turgan bolsanız deydi, canını kiri qaytarırız deydi. Eğer de siz uylisiz iken Allah Teala karşında min hüküm itilmeyeceksin deyip canını kiri qaytarıp qarağız deydi tenine deydi Allah Teala ayta. Andara devam etemiz. Indi kişi ölgen vaxtında türlü положенияларга bölüne indi. Türlü положение var. Ну, моңа хәдә әйтәсе килә, Аллаһ Subhanahu Ta'ala әйтә: "Ва ма тадри нәфсун мада таксибу гада
وما تدري نفس بأي أرض تموت. Birinci jon iyasi de bilmey ertaga narsa kasb etishagin, ham birinci jon iyasi de bilmey qaysi yerda o'lashak deb Alloh taolo aytadi. Ya'ni qachon o'laul, qaysi yerda o'laul bir kim de bilmey, ona Alloh taolani biladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi. Innalloha alimun xabir. Dirasata Alloh taolo g'olim, biluvchi, xabardardir. Alloh taolo aytadi. Imonda o'lgan kishining положенияsi 3 turli. Birinchisi al-muqarrabun deb kelar, ikkinchisi ashabul yamin deb kelar, uchinchisi al-addalun mukazzibun. Birinchisi al-muqarrabun, Alloh taolaga eng yaqin kishilar. Buning darajasi eng zo'r. Ashabul yamin o'ng tarafda bo'lgan kishilar, buning darajasi ostaraq, no'jmoqda. Addalun mukazzibun, adashgan kishilar ham Alloh taolaning so'zlarini yolg'onga tutgan kishilar. Buning o'rinlari tamoqtadi. Mana kishi 3 положениеga bo'linaykan o'lgan vaqtda. Eng yaqin kishilar Alloh taolaga al-muqarrabun, ashabil yamin ul endi o'ng tarafdan bo'lgan kishilar, ad-dalun mukazzibun, bu endi adashgan kishilar. Al-muqarrabun degan so'z endi kimlar olar? Kim ul? Alloh taolaga yaqin kishilar. Birinchisi farzlarni o'tagan kishilar. Yani kun sayın 5 vakit namaz o'taydi, 5 vakit namaz, farzlar var. Ramazan ayında uraza tutan urazalar var. Farz hacı var. Hem farz zekati var. Birincisi onları tağın doполнительно tağın sünnetlerinde işlegen, tağın doполнительно nafillerine de işlegen. Yani var farz namaz, var sünnet namaz, var nafil namaz. Nafil namazlar o'qigan, duha namozi bor, tungi namozlar bor. Ya'ni bu tağın sistemi namozlar endi. Farzdan tish. Tağın doполнительно urazalar tutgan. Var farz uraza Ramazan oyida. Var dushanbe kun 60 uraza tutu, постоянно tutgan. Andara tulu ay bo'lgan vaqtida ul endi 13, 14, 15 kunlar oyning endi uraza tutgan. Tağın Muharram ayında uraza tutgan, Garafat'ta uraza tutgan ham shunday kunlarda uraza tutgan ekan. Tağın sistemi ishlagan endi. Hajin qilgan, tağın doполнительно hajda qilgan еще qilirga, может umr qilirga. Tağın zakatini to'lagan, tağın da doполнительно sadaqalar bergan. Bu Alloh taolaga yaqin kishilar. Alloh taolo bu turunda aytadi: "Fa amma in kana minal muqarrabin farahu va rayhanu va jannatu na'im." Amma kimda kim bo'ladi Alloh taolo qarshında yaqin kishilar deydi, muqarrabun. Ularga o'lgan vaqtda farohu bo'lashaq, farohun, va rayhan bo'lashaq, va jannatu na'im bo'lashaq. Nisa birinchisi rahatlik bo'lashaq deydi. Rahatlik bunda tafsir olimlari aytadilar. Nisa farohun, farohun. Bunda anlatma bergan farohun. O'lgan vaqtda tinish holida o'lashaq. Şoqliqda o'lashak, siyinishda o'lashak, jon qanoatlarida o'lashak degan endi jon qanoatligi bo'lashak. Andara rayhan deb kelar, rayhan esa tamni sezishak o'lgan vaqtda. Tamni napitoklar angar ketirishaklar o'lgan vaqtda. Shunday tilagan butun narsalarni esa jon tili shu bo'lashak degan endi. Va jannatu na'im, ul endi na'im jannat bo'lashak deydi Alloh taolo aytadi. Na'im cennet, yani mana ma'nasi cennetning endi ko'zida ko'rmagan, qulog'ida eshitmagan, onun yuragida представлять etmay, onda narsa bo'lashadi. Mana bu cennetning asli. Agarda biz cennetni tushda ko'rsak, bu cennet bo'lmaydi. Cennet bir ko'p martaba motorroq. Agarda bizning endi представление cennet ekan, onda yilg'alar og'ashaq deb kelar, onda turli tamni aybirlar. Bizning представление shunday. No, u motorroq, bir ko'p martaba rahatroq. O'lgan vaqtda angar siyinish xabar farishtalar keltirishaklar. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ala inna awliya'a Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun." Desakda kim Alloh qoshida avliya bo'lar ekan deydi, avliya degan so'z endi bu endi Allohga yaqin kishi, ezgi banda. Angar endi qo'rquvda bo'lmas. Angar endi pichal, ya'ni qayg'uda bo'lmas degan endi. Yani kişi o'lgan vaqtda
Bir yoqdan qo'yg'ira. Da onun qo'yg'ira turgan narsasi bor. Tanga avur, chunki jon tandan chiqa. Jonga avur, semyasini qoldira, mashinasini qoldira, yurtini qoldira. Ne qo'yib borishini hali bilmay. Imna bu ten yog'idan da avur. Moral yog'idan da ruhiy yoqdan da avur. Shu vaqtda farishtalar kelalarda aytlar qo'yg'irmadi. Shu vaqtda kishi tinchlanmaydi. Tinchlanib ketadi farishtalarni ko'rgach endi. Tinchlanib ketadi, aytlar qo'yg'irmadi. Senga birini qo'yg'irib bo'lmasdi. Mana bu Alloh taolaga yaqin kishilar ekan, shunday ravishda Alloh taolaning bo'laklangan o'lgan vaqtida. Nechik so'm bizga Alloh taolo qarshina yaqin bo'larga aytdik endi. Birinchisi albatta 5 vaqt namoz. Albatta sunnatlarni o'tav, albatta haromlardan обязательно tiyilu. Haromlardan tiyilu tugul, makruh, нежелательный ayberlardan tiyilu. Bir ko'p izlaklarshlav. Shu vaqtda Alloh taolo bizni bo'laklaydi. Shu vaqtda Alloh taolo bizdan bir qatır bo'laklaydi. Agarda kishi Alloh taolo qarshimda yaqin banda bo'lsa, anga narsa bo'lacak dunyoda. Bu dunyoda anga o'sha rahatlik bo'lacak. Uni hurmat etishaklar izgi kishini. Dünya bu dunyoda. Onları endi izgi kishilar buni yoratashaqlar. Onları turli tushlar, motor bo'lacak, buni tushlar ko'rashak. Mana yaxshi tushlar ko'rida bu zo'r ayb ekan. Mana qo'y vaqtni chaqiralar ishkirga deb ishkirasin. Ayta tege kimga jin kirgan ekan, u shart tushlar ko'rar ekan. O shart tushlar ko'rgach, u ko'rina, onun tanida da ko'rina, ular avur turmushda yasharga avur ekan. Agarda sen izgi banda bo'lsan, tushlarda motor bo'lashar ekan, tushlarda yaxshi bo'lashar ekan sen ekan. Onları Alloh taolaning rahmati bo'lacak dunyoda. Onları izgi ishlarda Allohning yordami bo'lacak. Senin adaming yaxshi bo'lacak, noshar adabdan sen qutulacaqsan. Mana bu 7 aybir seni dunyoda kutashak, agarda sen izgi bandadan bo'lsan. Tugu dunyoda o'lu bilan senga sразу же sinish xabar keltirarlar inshaalloh. İnnellezine qalu rabbunallah thumma istaqamu qo'ysalar aytdilar deya. Bizning Rabbimiz Alloh onları nıq dinde turdular, namoz o'qidilar. Tetenezzalu alayhimul malaika. Onlarga farishtalar ingelerdi. Ala taxafu qo'rqmag'iz deyi. Va la tahzanu. Endi qo'yg'irmag'iz deyi. Va abshiru bil jannati. Jannatdan siyinigiz deyi. Alati kuntum tu'adun, sizga ol va'da berilgan Alloh tarafidan deb aytirlar ekan farishtalar. Nahnu awliyakum fil hayati dunya. Biz yordamchilar dunyoda o'q farishtalar aytdilar ekan. Va fil axirah. Itigi dunyoda o'q yordamchilar. Walakum fiha ma tashtaki, siz nasatlisiz, sizga butun narsa bo'lar deydi. Wala anfusakum walakum fiha ma tad'un. Nashunday Alloh taolo bo'lakli kishini agarda u izgi bandalardan bo'lar ekan. İkinci taraf kishi va amma in kana min ashabil yamin fasalamu laka min ashabil yamin. Amma u on tarafından bo'lgan kishi onlar selam bo'lar deydi. Yani bu da kishi ijmoqda bo'lar. Bu kim? On tarafdan bo'lgan kishi. Namozni farzligini o'tagan, istemab o'tan ishlamagan. Ramazon oyidagina roza tutgan, o'tan istemab ishlamagan. Bu da ijmoqda bo'lacak. Bu da ijmoqda bo'lacak. Nomni ijmoqda darajasi oz tarakazrak bo'lacak degan endi. Chunki u sunnat o'qimadi, nafillarni o'qimadi, davom doполнительно ishlarni ishlamadi ekan. Ikkinchi tarafdan bo'lgan kishi va amma in kana minal mukazzibin. Amma kimlar kim yolg'onda tutdi deyi bizning g'alamatlarni deyi. Allohning hamoni dinin. Qo'ysalar kishilar odashdi deyi. Va nuzulun min hamim, ularga qaynar suvlar bo'lacak deyi. Va taslitu jahim, ularga jahannam bo'lacak deyi. In hada lahu haqqun yaqin. Fasabbih bismi robbikal azim. Alloh subhanahu va taolo aytadi. Shuning uchun bunda Alloh subhanahu va taolo 3 taraf kishilarni keltiradi. Endi Alloh subhanahu va taolo nasib aylasin bizning eng buyuk darajasida bularga. Endi izgilar bandalardan bularga Alloh taolo bizni saqlasin sol yoq tarafidan endi. Alloh bizga o'zini yaratgan jannatini nasib aylasin. Ikki dunyodan da bizni baxtini bersin ya Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Vassami'u du'a.